Aha. Düce. Ne korktuysar, mana siniqqa o'xshaydi ekan bu svet. Bundayni ham bor ekan, undayni ham hozir aytaman-ku turi ko'p ekan. Boshqasi ham muhimi jigarlar bunga klient kerak-da. Sizlar постоянно klient bo'lib ishlasangizlar, sizlarga birinchi qo'lda magaziningizga olib borib beradi. Sizlar sotasizlar, sizlarga ma'lum bir foizlarni ajratib beradi. Mebelning apparat ekan. Shu mebelda apparatda, shu sizlar masalan ekranga raqamga WhatsApp orqali murojaat qilasizlar, sizlarga katalogda taylaydi. Qanday mebel, qanday svetda, qancha kerak. Mana shuni aytsangizlar, sizlarga assalomu alaykum. Biz hozir Rodaki Noxiyasida Davlat Zafar shu bozorda o'zingiz bilasizlar, katta. Mana shu yerdan to'basidan olasiz. Mana shu yerda, bu yerda asosan eshik, teraza va mebel. Mana shularni o'z qo'llarim bilan tayyorlab apparatlari bor. Agarda sizlarga magazinlaringizga optoviy kerakmi, agar danak kerak bo'lsa, любой xil razmerdagini mana shu yerga kelib olib ketasizlar. Agar zakaz bilan tayyorlamoqchi bo'lsangiz, razmerini aytasizlar, ekranda raqamga murojaat qilib sizlarga mana shunday misol uchun mana shu algadan boshlasa bu to'plisi ekan, mana ichkarisini ustidan olasiz, bunday. Mana bu yoqda esa germetik, mana nudeyn svetlari ham bor, har xil rangda bor, mana bunday alyuminiy svetlari ham bor. Endi birim-ketim bu yoqqa qarab o'tib ko'rsatamiz sizlarga. Skladlarga ham borib ko'rsatamiz. Mana shularda polni apparatlari bor, o'zlari xomashyodan tayyorlab sotyapti. Ya'ni birinchi qo'l bo'lasizlar-da, shunday olasizlar kelib, как zavoddan olib ketganday bo'lasizlar. Mana shu yerda o'zimiz aynalar ochibdi. Qarangizlar. Mana bu mebelning apparati ekan. Shu mebelda apparatda, mana shu sizlar masalan ekranga raqamga WhatsApp orqali murojaat qilasizlar, sizlarga katalogda taylaydi. Qanday mebel, qanday svetda, qancha kerak. Mana shuni aytsangizlar, sizlarga magazinlaringizga dastavkasi va shuni eltib beradi. Bemalol. Ili bo'lmasa, sizlarga uylaringizga bitta yarimta kerak bo'lsa, o'ni ham yesishto dastavka qilib amallab jo'natib beramiz dedi. Mana ko'rib tursa, bu yerda ish ketatib edi. Biz hozir keldik, ha biz videoga tushib qolmaylik aynalar dedi. Biz dedi chiqib turamiz deb edi. Shunga buni ko'rib tursa, polnisti o'zlarining apparatlari bor. Bu degani sizlarga yaxshigina arzon tushadi. Divanlarda, kreslo hamma narsasi bor ekanda. Mebelga tegishli narsa, teraza, eshik, plastikmi, taxtami, любой turda bor ekan. Hozir biz naraqa borib ko'rsatamiz. Mana bu yerda esa mebellarda biroz tayyorlangan variantini ham qo'yib qo'yganmiz dedi. Endi katalogda, lüksli katalog degan shu sizlar WhatsAppdan murojaat qilasizlar, любой xil turdagini rasmlari bilan tayyorlaydi. Bizga mana shu svetda mana shundan shuncha kerak desangizlar, sizlarda magazinlaringizgacha dastavkasi bilan olib borib beradi. Sizlar olib borib uni sotasizlar. Sizlarga bunday qanda sotib bersangizlar, sizlar haqlaringizni beradi. Hamma tomonlama kelishsa bo'ladi. Mebellarni qo'ldan kelguncha mana ko'rsatyapmiz. Divan bor, kreslo bor, hamma narsa bor ekanda bunday qanda. Faqat bunga biznesmen aynalarimiz kelishib ishlasa ham bo'ladi. Xaridorlar bo'lsa, mana shu yerda Davlat Zafarda shu yerga bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. Hozir yana bir sexlar bor-ku, shu yoqqa biz boraylik. Ana endi biz Dushanbedagi katta angarlarga keldik. Mana o'zlari, mana apparatlar turetskiy ekan. Hozirda jigarlar bitta narsani aytish mumkinki, ko'p narsa mana shu ijtimoiy tarmoqqa, internetga o'tgan. Ya'ni internetda biznes qilasiz. Bular mana shu plastik eshikmi, terazami, mebelmi, hammasiga garantiya beradi. Sizlar magazinlaringiz bo'lsa, magazinlaringizga bizga shundan shuncha kerak desangizlar, apparatdan shu chizini buni ko'rib tursa, buni ichkarida buni profillari bilan tayyorlaymiz dedi, kerak bo'lsa dedi. Buni profillari bilan, buni yana apparatlari bor. Bular dal ishlatib, просто apparatning ovozi sal kuchli ekan. Shu o'chirib qo'ydik. Buni ishlab yotgan apparatlar. Yana qaytarib aytamiz, sizlarga masalan mana shu plastik teraza, eshik, mayli taxtalisi bo'lsa ham, mebel kerak bo'lsa ham, mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Sizlarga WhatsAppdan taylaydi-da endi rasmlarni, eshik, terazalarda qaysidan qancha kerak bo'lsa, bemalol qalasangizlar bozorda shu Davlat Zafardan olib ketasizlar. Esishto, mana bu yerda mebel, bu yerda zavod, sizlarda magaziningiz bo'lsa, sizlarga optoviy qaysidan qancha kerak olib bosib taylaydi, sizlar sotasizlar. Sotganingizdan keyin ma'lum bir foizini sizlarga ajratib beradi. Dastavkasi jigarlar tekin. Uyingizga sotib olasizlarmi, magazinga oparasizlarmi, bemalol sizlarga dastavkani tekin qilib olib beradi. Buni ko'rib tursa, ish polnisti ketyapti. Shu videoni endi maksimalni bir tarqatib qo'yingizlar. Buni sezonda avvalidan usta og'ayinlarga, ili bo'lmasam, shu uy remont qilaman degan insonlarga mana sizga bir jon variant mana shu chizlarda aytib o'tdik. Mana shu o'zimizni qayerda bo'lasizlar aynalar? Shu Leskran o'zim bolalari ekan. Mana shu yerda ishlayapti, ishlarini omadini bersin. Endi bir padashga sifatida ham like bosib qo'ysangizlar, hech qachon zayak ketmaydi.
Ha, bular chaspaklarning joyida. Ruchkaning joyi. Ha, ruchkaning. Ruchkaning joyi. Ama shu aparatning ham ishlashiga endi nima qildimmi? Ha. Bular atak brago buni ishlatib ko'rsatdik sizlarga. Xullas aynan o'zingiz ham gapirsangiz juda zo'r bo'ladi-yu. Men yigitlar gap cho'tta gap qo'yaman, men yoki kulib yotaman. Mayli chiqsa yo'q, xalaqit bermaymiz. Muhimi biz mana shu chizimimizga garantiya beramiz dedik. Olib borib magaziningizga topshiradi, sotasizlar, ma'lum bir foizini ola berasizlar. Bemalol. Mana endi yana qanday apparatlar bor? Mana bu. Monosi nima ishni bajarsa ekan endi. Javob bo'ldi deb aytamiz. Sen bakın joylardan Ulanadigan joylarmi endi? Payatingizdan bir ko'raylik-da ayna. Bir ugalab olib keling. Bu uttiga-da ya. Demek jabishtirishga 15 sekund oladi ekan-da. 15 kun yetadi, yani kiretgan 15 kunga qatish uchun turadi-da. Ha, tushunarli. 15 sekund bu tugaydi. Demek bu boshqa narsa qilmayman. Çünkü şu uğurtlar var, alimler var, men çıkanka oladi. Yo'lbaşı var içinde. Ha. Aparat var, 7 ton qisadi. 7 ton qisadi? Alimni bu boshqacha bo'ladi, ha? Uning tiyoqlidan, uning o'rtada plasmasi bor. Issiq suvni aşağı o'tkazmay ekan 7 santimetr qoladi. Bular 6, yana bir 6,5 bor, 6 2. Alimning xolisi bor. Bu uje bo'ldimi? Ha, bu yangiligini olib taylaymiz. Hozir biz buni bir odatimiz bor, uramiz buni yerga. Bir urib qo'ygan, o. Jalka emasmi? Bo'ldi unday bo'lsa. Seni vobal qilasanlar chizi deydi-da, bir xil. Uni kadr uzilgani yo'q. Hozirgina chiqardim, buni jerning ko'ziga shunday uramanki, buni betonga. Xo'p, nima deydi? Hozir internet zamoni. Mana shuni siz uyda ko'ryapsiz, WhatsAppga yozib qo'yamiz raqamlarni. Shulardan murojaat qilasizlar. Bizning uyimiz shu yerda, shu qancha nima mebelingda, eshiklaringda suratini tayla va qaysi qancha deysizlar, sizlar uylaringizgacha dastlabki qilib jo'natib beradi. Xo'p, endi buni vaqt ketdi o'sha. Ana, hech narsa qilmabdi lekin. U ko'r nassam bir o'zi jabishtiradi ekan-da. Nega biz kuchimiz yetmaydi-da. Endi siz jatiga urding demasin-da, endi buni o'dayniga urib ko'rayinchi. Nega? Mana buning o'zi sindi-yu, lekin bunoga hech narsa qilmadi ko'ringizlar, lekin normal qilar ekan. Buni temirlasa ham, boshqa qilsa ham hamma turdan bor. Endi bu shishalarda ichiga shunday gul solishi oldindan bormi? Men endi ko'ryapman qandaydir. Yangi chiqqan modellardan, ha? Faqat mana deyin tilla rangdanmi deyman. Yo'q, har rangdan, aqdan ham bor. Yo'q, har xil rangdan bor ekan-da. Mana bu shishalari polnistda. Faqat profilan qo'yiladi, Moskvalarda bormi? Ha, bu qayerga qo'yiladi bular? Ha, bu Bunda aptalab taqa shuni ham ursa bo'ladi, men plus qilib bo'lsa-da ichiga. Aksiyadlar ham bor. Sizlarni ko'rib turibsizlar, mana siniqqa o'xshaydi ekan bu svet. Bundayni ham bor ekan, undayni ham hozir aytaman-ku turi ko'p ekan. Shishaning ham, boshqasining ham, qarasdan ham, og'idan ham, sarisidan ham polnistda bor ekan, alyuminiy ham, boshqasi ham. Muhimi jigarlar bunga klient kerak-da. Sizlar postoyanniy klient bo'lib ishlasangizlar, sizlarga birinchi qo'lda magaziningizga olib borib beradi, sizlar sotasizlar, sizlarga ma'lum bir foizlarni ajratib beradi. Buni o'zlari ish polnisti ketyapti. Xo'p, bularga ham kuch-quvvat bersin deymiz. Sizlar jigarlar shu videoni bir maksimalni tarqatib qo'yingizlar. Shu videomiz orqali sizlarga shuncha yordam siyib qolsa, biz bundan xursandmiz. E'tiborlaringiz uchun kattadan katta rahmat.